Bunisi 14 ekan. 14 ga 15. Hech qanaqa ishi yo'q, любой. Aka, mana moshin, xohlagan ustingizni olib kelib, bemalol tekshirtirib olaverasiz. Agar bir hafta garantiya beramiz. Udar bo'lib, ayb bo'lsa, pulingizni qaytarib beramiz. Bir haftagacha. Bunaqa shans hech joyda yo'q, men javob berib aytaman. Bozordan olsangiz ham kurva deydi. Kurvaganingizdan keyin bu kunisiga telefon qilsa, sen kurvaluding deydi. Bizda ham kurvaling, ham bir hafta garantiya. Pul to'lashga qarang. Sizni istoriya holatingizga bog'liq. Birinchi o'rinda yaxshi chiqmagan bo'lsa, 30% to'lashingiz kerak. Bu degani 7700 bo'ladigan bo'lsa, bir 2000, 2500 to'lash kerak degani. Oylik to'lovi $250 atrofida tushadi. Agar 2000, 3000 bersangiz, 3 yilgacha. Yillik 29% mana ustiga bank aralashmaydi. Nasiya savdo bo'ladi. Biz faqatgina o'sha nasiya savdo berganimiz uchun 5 so'm qo'yamiz. Mashinani ustiga qo'ymaymiz. Inflyatsiyasi bo'ladi. Ya endi bizning foydamiz shu. Masalan, boshqa avtokreditlarda, boshqalarda masalan mashinani usti masalan $5000 qo'yadi, ustiga $1000 qo'yadi, uni ustiga foiz qo'yadi. Bizda unaqa emas. Biz mana siz bulardan shunday mashina sotib olsam, o'sha sotib olgan bahoni siz ko'rib turasiz. O'shani ustiga